Mana hurmatli obunachilar, bugun 31-may 05-oy 30-31 yozganmiz. Mana 11-12-mayda ochib chiqqan cho'jalarimiz mana bu yoqda ko'chirilgan. Tomosha qiling, mana necha kun bo'lyapti? 15 kunda mana shunday bo'ldi cho'jalar. 15 kunlik cho'jalar mana shular. Mana 15 kunlik cho'jalar mana shu ahvolga keldi hozirgi vaqtda. Уже tuxuma kiradi yana. Bir oyda 15 kun emas, 12 kun bo'libdi. Biriga qolmay tuxuma kiradi. Mana ikkinchi partiyasi, bitta inkubatordan chiqqan bular barchasi. Hammasi mana shu bitta inkubatordan chiqqan, ikkiga bo'lib qo'ygan, чтобы rivojlanish yaxshi bular donlarni yaxshi yeydi deb. Mana buraya lamishkan tayda turadi hurmatli obunachilar, katta bo'lgan sayi ham. Mana bu inkubator haqida ham xudo xolisa ma'lumot chiqaraman. Bu yangi olib kelib qo'shdik bu inkubatorni. Juda ham zo'r. Mana bunga qaraganda bunga bir barobar tuxum ko'p ketadi, bunga 2 ta ketadi. Buni ham sizlarga batafsil video davomida yoki keyingi videoga chiqazamiz. Bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana 2 etajli inkubator yangi sotib oldik. Bu haqida ham layklar ko'paysa yaxshi ma'lumot beramiz. Mana bu inkubatorda qo'shganmiz. Ochib chiqadi 10-11-iyunga ochib chiqadi. Mana bugungi rezultatimiz 31-maydagi. Xudo xolasa buni ko'chiramiz joy u yoqqa. Mana hurmatli obunachilar, bir oyda mana shu $100 inkubator, bu $100 inkubatorim deb juda ham ko'p ma'lumot berganman. Juda ham yaxshi. Juda ham zo'r inkubator bu. 5 yildan beri mana shu narsa xizmat qiladi bizga. Umuman buzilmaydi, hech narsa qilmaydi. Faqat yaxshi foydalansangiz bo'ldi. 2 tuxum solingan bunga. Ertalabki soatimiz 7:45. Hali endi ochyapti, ochmagan bidonlar bor hali. Ayla ochib chiqib kelyapti mana. Mana hurmatli obunachilar, mana ochyapti. Mana hurmatli obunachilar, bir oyda bitta inkubatordan foydalansa bo'ladi. To'liq oyda boshidan oxiri nima hisoblab qo'ysa, nari beri 1 oy 10 kunda 2 ta nima ochib chiqadi. Mana qarang. Unariga oyda ertaroq qo'yilgan, 11-12-mayga ochgan. 1 oy 15 kunlarda 2 marta ochirib olsa bo'ladi. Turistda tuxum qo'yiladi 2 martaga. Shundan 300 tasi bidoni ochib chiqadi. Mana ahvoli juda ham zo'r. Buni hozir bizlar mana bunaqa narsada mana bunaqa narsada don ezaman. Don eziladi. Mana bunaqa suv solib qo'yamiz bankaga. Nerede? Mana bunaqa narsadan qo'shiladi. Afzalini kerak, sog'liq uchun bidonlarda vitamin bu mana. Bu ham kam qolibdi o'zi. Bugun olib kelamiz xudo xolasa. Mana shu narsadan. Mana bu narsa juda ham yaxshi. Mana hurmatli obunachilar, joyini ham tayyorlab qo'ygandim. O'tgan safargidek qilib suvni beriga qo'yamiz. Lamishkan tagiga qo'ymaymiz. Lamishkan tagiga qo'ysak suv ilaydi-yu, suv isigandan keyin bidonlar bolacha issiq xohlab, bari suvning ichiga kirib qoladi-dagina chiqmay o'lib qolaveradi. Shuning uchun suvni ilojsiz lamishkan tagiga qo'ymaymiz. Hozir bunday ko'chirish jarayoni bo'ladi hurmatli obunachilar. Mana bunaqa narsaga don ezamiz. Mana donimiz. Bu bir 3-4 kun ezib beramiz. Keyin ezishga ham hojat yo'q. Mana
ezib olamiz. Mana mana sterilka oxiriga qo'yilgan daqiqa. Ochib chiqdi уже mana. Hurmatli obunachilar, ko'chiramiz buni bolachalarni qo'rqmasdan mana bunday qilib olgan yaxshi, olaversa ham bo'ladi. Mana. Sog'lig'i zo'r hech narsa qilmaydi mana shunaqa. Qovushlab olsa ham bo'laveradi, чтобы mana. Oh, qanday mazza. Mana, endi buni olib solamiz. Mana, bunday kelamiz, lampochkani bunday joyga yuboramiz. Mana ochilish jarayoni, hurmatli obunachilar. Mana. Mana. Yurakchasi urib turibdi, yurakchasi. Ovozini yordam qilib yuboramiz. Ochishga ana ochib chiqdi. Bizdan ko'chirib yana video qilamiz. Mana. Ochish jarayoni. Ertalab ochib chiqqan bedanlarimiz. Nima uchun deganda bu xo'lligidan bilsa ham bo'ladi. Agar kecha ochib chiqqanda qirib qolardi. Mana. Buni yoyib olamiz. Ketib ko'chirib beradi-da, 1 soatdan o'zini tiklab oladi. Hurmatli obunachilar, sizlarga bitta narsa ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu narsaga qarang. Bu narsadan bedanaga berish kerak. Mana. Mana shu narsani 3 kunda bir bedanaga beriladi. Bu kroshka deyiladi. Dengizlardan olingan desak ham bo'ladi buni. Qum kroshka mana. Bu nima uchun beriladi? Bedana siyagi qattiq bo'ladi. Для здоровья хорошо очень. И tuxumi tuqqanda reshetkadan mana bunaqa reshetkadan dumalab tushishda oyoqlar bilan bosib ezib yubormaydi. Tuxumi qattiq bo'ladi, pustlog'i. O'shaning uchun mana shu narsa qo'shiladi. Mana hurmatli obunachilar, mana shu narsa qo'shiladi, qarang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Videoni davomini kutib qoling. Video yoqqanida birdan like bosing, hurmatli obunachilar. Kanalga obuna bo'ling. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Mana bu haqida ham ma'lumot chiqadi, xudo xolasa.